Voy, qanday mehribon bolajonlar. Bugun kim yaxshilik qilgan? Men buvimga suv olib berdim. U juda xursand bo'ldi. Qani, kim bugun erta uyg'onganini aytadi? Men nonushtadan oldin tishimni ham yuvdim. Qani, kim salomni birinchi bo'lib aytadi? Men har kuni qo'shnimga assalomu alaykum deyman. Ajoyib. Tozalik haqida kim nimalarni biladi? Toza bola sog'lom bo'ladi, kir bola kasal bo'ladi. Bolajonlar, kim bugun darsini yodlab keldi? Men kecha onam bilan birga o'qib oldim. Agar kimdir yiqilsa, nima qilamiz? Yugurib borib, yordam beramiz va qo'rqma deymiz. Ajoyib. Endi aytingchi, kattalar chaqirganda qanday javob beramiz? Ha, keldim deb odob bilan javob beramiz. Kim odobli bola bo'lishni xohlaydi? Hammamizni, chunki odobli bola hammani quvontiradi. Kimdir sizni xafa qilsa, nima qilasiz? Arazlamayman, kechiraman, chunki bu yaxshilik. Bolajonlar, axlatni qayerga tashlaymiz? Faqat axlat qutisiga, chunki tozalik iymondandir. Yaxshi gap aytish ham odobmi? Albatta, yaxshi so'z yurakni quvontiradi. Agar o'yinchoq sizniki bo'lsa, uni bo'lishasizmi? Ha, do'stim bilan o'ynasam, quvonch 2 baravar bo'ladi. Dars paytida do'stingiz gaplashsa, nima qilasiz? Jim turaman, chunki bu ustozga hurmat. Kim har kuni ota-onasiga rahmat deydi? Men har kuni deyman, ular juda mehnatkash. Bolajonlar, yolg'on gapirish yaxshi emas, to'g'rimi? To'g'ri, yolg'on ishonchni yo'qotadi. Kimdir sizdan narsa so'rasa, qanday so'z aytasiz? Iltimos deyman, keyin rahmat bilan tugataman. Ota-onangiz band bo'lsa, qanday yordam berasiz? Uydagi ishni o'zim qilaman, ular dam olishsin. Kichik bolalarga qanday munosabatda bo'lish kerak? Mehr bilan, ularni urishmasdan o'rgatish kerak. Qani, kim bugun tabassum hadya qildi? Men, chunki tabassum eng go'zal sovg'a. Ajoyib, sizlar haqiqiy odobli bolalarsiz. Bugun nimani yodda tutamiz? Yaxshi so'z aytish, yordam berish va har kuni kulish kerak.